ikkinchi Galaktikos bo'lishi uchun bu Realga kim yetishmayapti deysizmi? Aynan shu o'yinchi. Eng qizig'i u Realda hatto o'ynagan. Endi esa afsona sifatida qaytib kelishi mumkin. Albatta kanalimizga obuna bo'lib qo'ying, chunki bu yerda Real haqida barcha yangiliklar chiqadi. Tanishing Ashraf Hakimi. Bizning jamoamizning akademiyasida o'ynab, endi o'sha paytda Prime, Marcelo hamda Carvajal bo'lgani tufayli majburan Borussiyaga, Interga, undan keyin esa PSJga o'tib ketgan. Va o'ynagan barcha jamoalarda u qanchalik yuqori darajadagi o'yinchiligini isbotlab, mana endi vaqt kelganida yana bir bor Real Madridga qaytmoqchi. Ha, shaxsan o'yinchini o'zi bu jamoaga endi esa yosh bola emas, balkimda super yulduz kabi qo'shilmoqchi. Xo'sh, siz bu o'yinchini jamoada ko'rishni istaysizmi? Undan tashqari Real Madrid yozgi transfer oynasida bir nechta top o'yinchilarni xarid qilmoqchi. Ammo ular haqida birinchilar qatorida albatta Telegram kanalimizda bilib olsangiz bo'ladi. Obuna bo'lib qo'ying.